Assalomu alaykum. Navbatdagi obyektimiz. Obyektda hozir fasad ishlarini qilyapmiz. Bu yerda dojdik klassika dojdik effekt bo'lyapti. Bu yerda hozir bilasizlar, dojikdan keyin ustiga asosiy material bu. Ham rang beradigan, ham himoya qiladigan material bu, ham vid beradigan material emulsiya bo'ladi. Va o'zimizni milliy mahsulot Sabella brendi ostidagi emulsiyamizni olib kelganmiz. Marhamat. Bu yerda ichida mana obrazetslar, Sabella o'zi brendi katalogi, mahsulot turlari, nomlari bor. Bu yerda QR kod bilan Instagram cheklovchi joyi bor. Shunga xohlasa bo'yash bitgandan keyin javobni ko'rsatamiz, xudo xohlasa.